Assalomu alaykum aziz kanalimiz kuzatuvchilari, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Moskvaga dronlar hujum qildi. Domodedovo, Jukovskiy va Sheremetyevo aeroporti yopildi. Bugun 15 dekabr kuni Rossiya 130 ta Ukraina droni yo'q qilinganini ma'lum qildi. Dronlar hujumi oqibatida Moskvadagi ayrim aeroportlar faoliyati vaqtincha to'xtatildi. Bu haqda Regnom.ru xabar berdi. Qayd etilishicha, Rossiya Mudofaa vazirligi havo mudofaasi bo'linmalari bir kecha davomida 130 ta Ukraina dronini urib tushirganini ma'lum qilgan. Ulardan 15 tasi Moskva tomon yo'nalgan bo'lgan. Moskva meri Sergey Sobyanin esa 15 dekabr tongida poytaxtga yo'naltirilgan yana 4 ta dron yo'q qilinganini, hozirda favqulodda xizmatlar hodisa joyida ish olib borayotganini bildirdi. Ukraina tomonidan Moskvaga dronlar yuborilishi tez-tez kuzatilib, bu holatlar Rossiya poytaxti aeroportlari ish faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatib kelmoqda. Rossiya aviatsiya nazorati organi Rossiya aviatsiya Moskvadagi Domodedovo va Jukovskiy aeroportlari, shuningdek Sheremetyevo aeroporti hamda mamlakat janubidagi bir qator aeroportlar faoliyati vaqtincha to'xtatilganini ma'lum qildi. Shu bilan birga Rostov viloyati gubernatori vazifasini bajaruvchi Yuriy Silyusarning aytishicha, tunda sodir bo'lgan dron hujumi oqibatida elektr uzatish liniyasiga zarar yetkazgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 11 dekabr kuni ham dron hujumi sabab Rossiyaga aviareyslar kechiktirilgandi.